shahar markazi G'unchaga kelganmiz. Zo'r joydan bitta zo'r hovli topganman. Narxi вообще zo'r. Joylashuvini tushuntiraman. G'uncha kinoteatrdan kelganingizda chapga Banisani ko'chasiga qaylasizlar, Detskiy banitsaga o'ngga kirmasdan chapga mahallaga kirganingizda shu joylarni sotilyapti. Hech qanday qizilligi tushmagan, hokimiyatlarda tekshirilgan ekan, hammasi tayyor holatda dokumentlarni tayyorlab qo'yishdi. Mana shu hovlimiz sotilyapti, ugloviga tushgan 16 metr ekan, fasad bunaqasiga 17 metr. 270 sotiq ekan. Narxi vashi zo'r narxga chiqyapti. Buzib qurishga ham zo'r ideal variant. Metro deysizlar, maktab, bog'cha hammasi yaqin. Uyimizga mana bemalol mashina sig'adi. Ko'chamizga ham bemalol mashina yuradigan sharoitlari qilingan. Gaz, suv, internetdan umuman muammo yo'q. Hovlimiz to'g'ri burchak. Buzib qurishga ham yaxshi sharoitda ekan. So'rasizlar. Narxini hozir oxirida aytaman. Uychilikda ko'ringlar. Yer narxida почти bo'lyapti o'zi ham mana. Uyimizga ham mashina zo'r holatda. Yashashinglar mana bu restavratsiya qilib. Narxiga keladigan bo'lsak, 116 ming dollar kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz, kelishamiz. Dokumentlarda muammo yo'q. Qizilga tushmagan engilarimizni hokimiyat qarorlarini olib qo'yishdi, ulgurib qoling.